Reels'lar strukturasini kim o'ylab topadi akalar? Men misol hech kimga ziyonim tegmasdan video ko'rib o'tiraman, jinniga ketdi videolarni. Keyin bitta aka chiqadida, sen kitob o'qimasang deydi, hech kim bo'lmaysan deydi. O'qishing kerak deydi. Bo'pti, 3-4 kun kitob o'qishni yo'lga qo'yib olaman, motivatsiyam oshib ketib. Keyin bitta aka chiqadi. O'g'il bola trenirovka qilmasa, hayotini bitta qismida 100% qiz boladan kaltaydi. Buni italiyalik olimlar isbotlabdi. Ha, bo'pti, endi trenirovkani qilaylik, trenirovkaga chiqasiz, zalda trenirovka qilyapsiz. Shunda bitta reels keladi. Xitoylik 16 yoshli bola o'zini $1 million ishlab topdi. Siz nima qildingiz? So'kib ham qo'yadi videoda o'rtasida. Ha, bo'pti deysiz, endi ishlash kerak, endi ishga chiqib ketasiz. Trenirovka ham qolib ketadi, ishlab yuribsiz. Keyin yana bittaga chiqadi-da, agar odam ishlab boy bo'lganida, eshak boy bo'lardi. Ishlab boy bo'lmaydi deydi. Ama damalama o'lib ketsa hammasi bab ishlab boy bo'lmaydigan. Damalab o'tirsiz, yana haliga chiqadi-da, oxirgi marta qachon kitob o'qidingiz? Bitta strukturaga tushaylik.